Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ayollar futbol terma jamoasi 1999-yilda Jahon Kubogini yutganida ko'pchilik hayratga tushgan. Bu g'alaba bilan mamlakatda ayollar sportiga e'tibor oshdi. Lekin 2003-2007-yillardagi jahon chempionatlarida AQSh jamoasi 3-o'rin bilan kifoyalandi. 2008-yilgi Olimpiya musobaqalarida esa oltin medalni ko'ksiga taqdi. Shu oy oxirida Germaniyada Jahon Kubogi uchun bellashuv boshlanadi. Qo'shma Shtatlar o'yinga tayyor. Germaniyada ayollar futboli bo'yicha Jahon Kubogini muxlislar intiqlik bilan kutyapti. Oldinlari bunaqa emasdi. Amerika milliy terma jamoasi murabbiyi Pia Sundhage o'zi tug'ilib o'sgan Shvetsiyada 1960-yillarni eslaydi. O'g'il bolalar bilan o'ynar edim. Qizlarga mumkin emas edi, shuning uchun ismimni Pelliga o'zgartirishgan. FIFAning ayollar bellashuvi birinchi marotaba 1991-yilda o'tgan. Erkaklar futboli bo'yicha ilk musobaqa esa 1930-yilda kechgan. Taniqli futbolchi Mia Hamm davrida Amerika ayollar terma jamoasi 1991 va 99-yillarda raqiblarni yer tishlatgan edi. 1999-yilgi o'yin xotin-qizlar sportiga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirib yuborgan. Mia Hamm karyerasi davomida xalqaro musobaqalarda 158 bor gol urgan. Jahon sporti tarixida biror ayol yoki erkak bunda unga teng kela olmagan. Bizning jamoamiz qatnashgani muhim bo'lgan deb o'ylayman. Biz sportchilarning yelkasida katta mas'uliyat bor edi. O'sha bellashuvlardan keyin yoshlar, ham ayollar, ham yigitlar futbolga qiziqib qoldi. Ularning oldida yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu yilgi bahsda eski o'yinchilardan faqat bittasi qatnashadi. O'shanda 24 yoshni qarshilagan Christian Rampon bugun 2 farzandning onasi. 4 bor Jahon Kubogida o'ynagan. Ajoyib beshlik futbol sohasida haqiqiy yo'lboshchiga aylangan edi. Mia, Julie Faudi, Kristen Lilly, Joy Fawcett va Carla Overbeck. Ular bilan bir safda to'p tepish 1999-yilgi jamoaning a'zosi bo'lish g'oyat maroqli bo'lgan. Bugun oldimizda turgan muhim vazifa yoshlarni quvvatlash. G'olib unvonini qaytarib olish uchun jamoa so'nggi 6 oy tinimsiz mashq qildi. Amerikaliklar ro'yxatda birinchi. Lekin o'tgan yili Meksika jamoasiga mag'lub bo'lgandan keyin yurakda ozgina g'ulg'ula bor. Ular Italiyaga qarshi 2 o'yinda yutib 16 ball to'plashi kerak. Shundagina marra jamoaniki. Bellashuv shiddatli kechishi aniq. Sportchilar bunga tayyor. Ozgina asabiylashganimiz rost, lekin so'nggi mag'lubiyat bizni ancha sergak torttirdi. Shu yili Shvetsiya va Angliyaga qarshi matchda yutqazdik. Shunaqa sinovlar bo'lib turgani yaxshi o'zi. Jamoa uchun saboq. Muvaffaqiyat qozonish uchun qattiq mehnat qilish kerakligini esda tutmoq zarur. Sportchilarimiz buni yaxshi biladi. Bir tan, bir jon bo'lib o'ynashga tayyor. Komanda yaqinda Nyu-Jersida bir hafta qolib, Meksikaga qarshi bahsga hozirlik ko'rdi. Amerikaliklar bellashuvda ustunlikni saqlab qolishga urindi, lekin hech gol uravermadi. Nihoyat 92-daqiqada maydonga chiqqan Loren Chini uzoqdan turib darvozaga to'p kiritdi. G'alaba biz uchun muhim edi, deydi Christian Rampon. Rossa berilib ishladik. Ayniqsa Meksika bilan matchda buni ko'rish mumkin edi. Jahon Kubogiga yo'llanma olish uchun zarur bir uchrashuv edi. O'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortdi. Ayollar futboli bo'yicha Jahon Kubogiga bu yil 2 karra g'olib Germaniya mezbonlik qiladi. Shu paytgacha 1,5 million chipta sotib bo'lindi. 32 match Amerikada jonli ravishda ko'rsatiladi. 99-yilda esimda odam tumonat edi. O'tirishga joy yo'q edi. Yoshlar bellashuvni tomosha qila olishi muhim. Biz o'yinga tayyormiz. Amerika komandasi uchun birinchi o'yin 28-iyun kuni o'tadi. Dresden shahrida Shimoliy Koreya jamoasi bilan bahs bo'ladi. Keyin esa Kolumbiya va Shvetsiya bilan uchrashuvlar rejalangan. Uning muhim yangiliklari bilan sizni internetda tanishtirib boramiz, shuningdek kundalik radio eshittirishlarimizni. Ko'rsatuvimizni esa shu yerda yakunlaymiz. Oilangizdan shodlik, tinchlik, xotirjamlik va xushxabar arimasin. Washingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.